Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana ustaxonamiz. Mana bularni mana statorlarni tayyorladim hozir. Mana TTZga, MTZga tushadigan yangi deylari mana. Mana bu yerda mana TTZ 100 deki bor. 12 volt. Bu MTZ TTZlarga tushadigan statorlarimiz 750 ming so'm beryapmiz. 1 oy garantiyasi bilan. TTZ 100'imizdekini $100 qilib beryapmiz. Xohlasalaring moslab beraman. MTZga 28 ga, YUMZga farqi yo'q. Karaga deysizlarmi? Qaysi biriga bo'lsa ham moslab beraveraman. Mana bu yerda inomarka mashinalardagi bor, naryoqda. Mana bu tarafda zapchastlar. Mana shu traktorni dinamlariga. O tepada Matis'lardagi. Bu tarafda shkiflar, parraklar, har xil turdagi zapchastlarim bor. Bir paytlar dinam tortganda dinamni arqa kirishga, alumin kirishkalarini yiqqan edim mana. 150 ta chiqadimi, 200 ta chiqadimi? Shu narsalar mana ustaxona chalkashib, hammasi har yoqda bo'lib yotibdi mana. Bu taraf oldilari. Mana shu ustaxonam. Remontga desalaring, remontga ham bo'laveradi. Hammaga xayrli kun, yaxshi o'tsin kunlaring, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammamiz Alloh panohida asrab yursin. Endi hozir yana bitta harakat qilib, shu MTZni statoridan yig'moqchiman. Keyin Xitoy statorim bor, Xitoy stator yig'aman. Bu safar dinam tayyorlolmadim, keyingi safarga xudo xolasa. Dinamni keyingi safarga tayyorlaymiz. Hammaga xayrli kun, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Issiqda o'zlaringni ehtiyot qilinglar. Hammaga juma kun ayyom muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar.